To'yxona kirib chiqay. Ha, ma'qul. Ha, siz Adilning ochisi-ku? Ne Adilcan'ın acısı. Ha, o'zim tanishtirmasam bo'ldi. Adil bilan biz to'yga kutish bo'lganda, ha. Adilning so'zi bilan sizni oldingizga kelib qoldim. Mening bek jiq gap qilg'im yo'q-da, ha. O'zing gapning qisqasi. Ha, biz to'y qilgandan keyin o'sh qishlar aralashmay, og'zingizni chin yumib tashlasangiz bo'ldi. Aras, yana bir gap. Adil sizningki yeydiganingizni, ichdiganingizni, kiydiganingizni, turdiganingizni tayyor qilib turayotgandan keyin qat'iy o'shiq gap qilmasligingizni chin qalbimdan umid qilaman. Shuning uchunchi o'yna ishlari sizga qoldi. Endi qarang, siz bilan ko'rishishning qat'iy hojati yo'q deding-a. Endi Adilning yuzidan oldingizga kelib qoldim. Shuning uchunchi bizning to'yimizga cho'qqim qo'shiling. Ham qarang, qo'shilishingiz shart. Tushunasizmi? Buludu evet şundan kılımı. Adil? Ha fikrim geldin mi? Sizlarni saqlatib qo'ydim, ha? Yo'q, hech vaqasi yo'q. Acha, qiz do'stim bo'lamdi-ku. Bizning to'y qo'shilsan-ku deyman. Ha, ajam tamamen qo'shildi shunday-ku, acha. Koşulma yedim mi? Salım çokum koşuldu. Ha, ajam qo'shildigan bo'ldi, Adil. Qarasam o Aynur seni bek yaxshi ko'rdigandek turdi. Men bu to'yga cho'qimli qo'shilib. Biladim, qo'shilganingda Aynur yaxshi qiz. Aras acha, to'y kunina ko'yga boradi, sen bilib bora. Hey jinim. Jinim yaxshimi o'qish keldingiz? Yaxshi, vo, nimda peyzi do'koningizning ichi ajab cho'nkina. Jinim faoliyatli bordi. Faaliyet yo'q jinim, lekin bir tal ko'ylak alsangizni to'pasi beraman. Ha, umuga bo'ldi ekan, qarang. Ko'ynikingiz qancha pul? 580 ko'ch chiqdi jinim. Ha, qarang. Endi sattusimi davraydan, ha. Mening muhabbatimning pulsi 5 chiqdan, ha. Mush pastlam qoldi. Hozir elib chiqaman. 588 ko'ylik ko'ynikingizni-chi 5800 ko'y deb biring bo'lamda. Voy jinim qanday olar sat turamo? Voy, sattus chiroyli nerda turibdi, ma'qulda? Pul topsangiz bo'ldi-ku. Hozir elib chiqaman. Xo'sh, do'kon shu. Qaysi ko'ynak shotdi? Ko'ynak. Ko'ynagim hali bezigan. Necha pul chiqadi ma ko'ynak? 5800 degandingiz, ha, jinim. Muvofiqga boshqa do'konlar 10 ming anglagandim. Qarang, oshni olib biringga kelgin bordi. Bu ko'ynakmi hali bezigan. Qarasam hali noch ko'ynak turdi, boshqa ko'rib baxmaydimi? Buni da men nochroq bo'lsin olamiz ya. Ha, ma'qul, menga. Qarang, ma ko'ynak bo'lamdi ekan. Yalnam o'zingiz yoqtirganda kiysangiz bo'ladimi qanday? Endi men kiyib sinab boqay, ko'rib boqamsiz? Bo'ldi, Ha, ma'qul. ma'qul. Bu ko'ylak yarışibdimi? Pah. Bek yarışibdi juma. Dunyodagi eng go'zal kelinchak siz bo'ldiga o'xshaysiz. Siz bek yaxshi-ya. Unda bosmish salamdoq. Bo'ldi-ku. Ha, ma'qul. Acha sen kelgan bitam. Ha vaqtida kelamay qoldim. Silim yaxshi turdingizmi? Ha, yaxshimi acha? To'y ko'ylak almashtiramiz deb qarang, sizni ko'rmay qolibdim. Ha, hech qisi yo'q. Men bu vaqtida kelamay qoldim. Ham to'yinglar qilgan so'g'utim bo'lsin deb to'y ko'ylakdan birini so'g'at qilay, hisobotni qo'ytay deb kelgandim texi. Ha, rahmat acha. Bo'ldi, hisobotni adil qilsin. Baribir siz qilsangizmi-chi, adil pul to'laydi. Ay bo'ldi, undaq demang. Bu bir achamni yaxshi ko'ngil emasmi? Voy, nim bo'ldi? Baribir achingiz hisobot qilsin, pul sizning yanchiqingizdan chiqadigan bo'lsa. Hech qisi yo'q. Bu do'konda bir talasimi baribir to'padi berdi. Basmich o'ramas, hisobotni men qilay. Bas qancha pul deb bu to'y ko'ylakniki. Acha, to'lab bo'lamay qolasizmi? 5800. Qancha pul dedingiz? 5800. Siz qancha pul dedingiz? 5800 dan. 5800 o'g'illarning to'y qilmoq osanmi? Asli demaydigandim, qarang. Ma do'konchi bizning yangidan ochgan do'kon. Asosan deyishga o'rganmay qoldim. Sizlar xohlagan bir to'y ko'ylagingizni sovg'at qilay degandim. Bizning nomimizdagi do'kon, har bir mollarning hammasi to'padi berildi. 5800 qo'y deyishdan xijil bo'lmadingizmi siz? Asli bu biz yangi ochgan do'kon shumi? Sening kelishga vaqtingmi chiqmadi, to'yni oshirlar. Men sana demagandim. Xohlagan bir ko'ylakni sovg'at qilay desam, bunchalar deydiganlikni o'ylab baxmabdim. Amaliyotchi bu qizini hech qachon seni yaxshi ko'rib boqqan emas. Pulingni yaxshi ko'rdi xolos. Acha unda Adil gap qiling, ha? Unda hamma sen xato tushunib qolsa. Mening bu to'yga faqatlam roziliqim yo'q, ham qat'iy qo'shilmayman. Agar to'y qilma deydigan bo'lsang, men to'ying qat'iy qatnashmayman. Sen gapni aniq qilib qo'yay.
Fransa'nın toy qildigan do'stlarimiz olsa deb qo'ying. 5000 ko'y emas, 500 ko'ydan tortibchi shunday chariq kiyimlarni berimiz ma do'konda. Xabaringiz bo'lib qolsin. Faqat topolmay qolsiz-ku, Qashqar shahar Maqsudning do'konda rangdor toy ko'ylak do'koni. Bilvasim kiyimlarning basi shundan muvofiq 5400 ko'y emas-chumi? Sizimcha xaridorlar kirgan vaqtda prinsipchan bo'lib 5400 ko'y emas, boshqalarning gapiga kirmay 500 ko'y degani 500 ko'y sotamiz. Chunki biz puldan topmasaqmi bo'ladi. Odam gapchik hammadan muhim. Aloqa qilish numerini dema. 176 90 09 83 84. Aca, endi men bu xato tushunib qopdim. Men qarang, men endi shu endi qanday oldu men faqat bilamadim. Qarang, boya 580 desiniz bo'lmamda. Acaba bu yerda Xushmas Qarasanglar bilan to'y qilamsa? Narası yaxshi ko'raman. Unda bo'lsa men bu to'yga qattiq qo'shilmayman. Ya aca Bo'ldi, men to'yingga bordim. To'xtang, bo'ldi. Ajin qo'shilmas